Metan 5200 so'm. Ağalar bugun aksiyada Damas qo'yib berjakman. 3 million so'm bilan Damas. Notarius GAI xarajati hamma narsasi ichida bo'ladi. Ağalar mashinamiz to'g'ri egadan kelib turibdi, nomeri bilan qo'yib turibman. Kraskalar 100% radnoy tekshirtirib olsangiz bo'ladi. 2022-yilda ishlab chiqarilgan 4 ta yumshoq baloni, metani, chexoli, poliki hamma narsasi bor. Haydamaka tayyor. Ağalar 3 million so'm bilan kelasiz, sizdan boshqa pul olinmaydi. Notarius GAI xarajati hamma narsasini ichida aytib beramiz. Mashina durishini qarang, sassanasi o'ta ideal, oq svet, kirchilgan, hech yerida petno, setno hech narsa yo'q. Navbatda yana bitta mashinamiz bor. Shuni 2017-yilda ishlab chiqarilgan 200 ming probekda turibdi. Endi kraskasi ver-berinda bo'lishi mumkin, tekshirtirib olasizlar. 4 ta yumshoq baloni bor, bahosi 55 million so'm. Naqd pulga sotiladi. Kredit ataman desangizlar, bu grubi 15-20 million so'm bilan chiqib turibdi. Bu mashinamizni 3 million so'm bilan kitsangizlar bo'ladi. Pastda telefon nomerlar qo'yamiz, bemalol bog'lansangiz bo'ladi. Barcha ma'lumotlar beriladi. Oylik to'lovlari qiziq bo'ladigan bo'lsa, Telegram kanaliga o'tib ko'rsangiz bo'ladi.